sessiya qatnashchilari, bugungi 7-chaqiriq xalq deputatlari Parkent tuman kengashining 24-sessiyasida xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan 25 nafar deputatlarning 18 nafari ishtirok etmoqda. Uzrli sabablarga ko'ra 5 nafar, uzrsiz sabablar bilan 2 nafar deputatlar ishtirok etishmayapti. Kvorum mavjud. Sessiya ishida tuman hokimi deputat Elmurod To'xtaboyev Po'latov, tuman hokimining o'rinbosarlari, shuningdek tegishli korxona, tashkilot, bo'lim rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqdalar. 7-chaqiriq xalq deputatlari Parkent tuman kengashining 24-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. 4-Bo'ston okrugi deputati Uspachayev Erlan Armonovichni sessiya kotibi etib saylash taklifi kiritilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa taklif qilingan nomzodga qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Deputat Uspachayev Erlan Armonovich sessiya kotibi etib saylandi. Sessiya kotibidan o'z ishingizni boshlashingizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, bugungi 7-chaqiriq xalq deputatlari Parkent tuman kengashining 24-sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga 4 ta masala kiritilmoqda. Birinchi,
Parkent tumani byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida. Ikkinchi, 2025-2026 yillar davomida tumanda xususiylashtirish dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Uchinchi, xalq deputatlari Parkent tuman kengashining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida. To'rtinchi, yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan mablag' yo'naltirish to'g'risida. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Kun tartibidagi masalalar tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, endi biz sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruza uchun 15 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 3 daqiqagacha vaqt beriladi. Boshqa takliflar bormi? Yo'q, biz u holda ovozga qo'yaman. Qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Reglament bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, Parkent tumani byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi masalani ko'rishga o'tamiz. Ushbu masala yuzasidan qaror loyihasi xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026 yil 5-maydagi yig'ilishida Oliy Majlis Senati kengashining 2026 yil 12-martdagi 325-sonli qarorlari talablari asosida atroflicha muhokama qilinib, jamoatchilik muhokamasiga chiqarilgan. Qaror loyihasi 10 kunlik muddatda jamoatchilik muhokamasidan turdi. Muhokama natijalariga ko'ra 3 ta taklif kelib tushgan hamda takliflarni inobatga olgan holda masala bugungi kun tartibiga kiritilgan. Masala yuzasidan axborot berish uchun so'z tuman hokimining birinchi o'rinbosari, tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Abduhamidov Yoqubbek Husniddin o'g'liga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Raislik etuvchi Umrat O'rtoqboyevich, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Birinchi masala yuzasidan axborot beradigan bo'lsam, tuman mahalliy byudjetini oshirib bajarilgan qismi umumiy qilib aytganda qo'shimcha manbalardan foydalanish to'g'risida man hozir aytib o'tadigan xarajatlar hammasi ya'ni kengash raisi aytgandek muhokamaga qo'yilgan, ya'ni muhokamadan chiqqan masalalar. Birinchi bo'lib, ya'ni aytadigan masalamiz Prezidentimizning birinchi sonli qaroriga asosan ya'ni birinchi sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida video kuzatuv kameralari, ya'ni 45 ta, 5 ta PTZ kameralar, undan tashqari yuzni tanib oluvchi 22 ta kameralar xarid qilish va o'rnatish xarajatlari uchun 150 million so'm. Bundan tashqari yashil makon umumiy loyihasi doirasida tuman hududida olib boriladigan o'sha ko'klarni amaldorlashtirish, obodonlashtirish ishlari uchun va ko'chatlar xarid qilish maqsadida 213 million so'm. Undan tashqari Parkent tumaniga, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi xizmat qilayotgan yo'l patrul xizmat xodimlarini, o'sha inspektorlarning ish haqi, ya'ni aprel-iyun oylarida oladigan ish haqisini to'lab berish uchun ikkita qo'shimcha bizga xalq tilida aytganda GAI jalb qilingan. Ularning oylik ish haqisini to'lab berishga 94 million 200. Bundan tashqari Zarkin qishlog'idagi yangi qurilgan Tojik O'zbek madaniyat markazini jihozlash xarajatlari uchun bu 72 million so'm. Bundan tashqari tumandagi qizil hudud hisoblangan mahallalarda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish uchun qo'riqlash xizmati tashkil etish va qizil hudud ro'yxatidan chiqqunga qadar o'sha oylik to'lovlarni to'lab berish uchun, ya'ni tashvish tugmasi deymiz. Shunga 60 million mablag' talab etiladi. Bundan tashqari
iyun-sentyabr oylarida ayollar daftariga kiritilgan 300 nafar xotin-qizlarni madaniy dam olish maskaniga olib borish va olib kelish xarajatlari uchun 50 million so'm. Bundan tashqari ishda foydalanish uchun ya'ni bir dona o'sha kompyuter jamlanmasi va bir dona rangli printer, ya'ni tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'iga so'ralyapti 10 million so'm. Bundan tashqari kengash kotibiyat mudiri tomonidan yo'llangan murojaatga asosan burada ham ishda foydalanish uchun shu bir dona zamonaviy kompyuter jamlanmasi xarid qilish uchun 6 million so'm. Bundan tashqari ya'ni daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi hisoblanma ilk chora yakunlari bo'yicha Parkent tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i, ya'ni hokim o'rinbosari Inoyatova hamda hokimlikni texnik va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarini birinchi chora yakunlari bo'yicha o'sha rag'batlantirish masalasi 68 million 200 ming so'm tashkil etadi. Ya'ni hozirgi aytib o'tgan xarajatlarning hammasi regulyationga qo'yilgan, muhokamadan chiqqan masalalar. Agar ruxsat bersanglar, shu hozirgi aytib o'tgan masalalarni tasdiqlab berishinglarni so'rayman. Munosabat bildirishun so'z xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorliklar rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi So'lay Eldorga rahmat. Xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlik va rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan Parkent tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari mablag'laridan foydalanish to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Komissiya tomonidan O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi, O'zbekiston Respublikasining 2024 dekabrdagi 1-11 qonuni, shuningdek xalq deputatlari Parkent tuman kengashining 2026-2-apreldagi 22 sessiyasining tegishli qarorida belgilangan tartib va talablar asosida tahlil etildi. Ko'rib chiqish jarayonida Parkent tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lardan samarali foydalanish, moliyalashtirilgan tadbirlarning asoslanganligi va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati inobatga olindi. Komissiya fikricha, qaror loyihasi mahalliy byudjet mablag'larini manzilli yo'naltirish, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan bo'lib, bu amaldagi qonun hujjatlariga to'g'ri muvofiq hisoblanadi. Qaror loyihasi 10 kunlik muddatli jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Muhokamalar davom etishda taklif kelib tushdi. Shu munosabat bilan doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini ma'qullash va kengash sessiyasi muhokamasiga kiritish maqsadga muvofiq deb hisobladi va sizga taqdim etilgan qaror loyihasini tayyorladi hamda jamoatchilik muhokamasida bildirilgan takliflarni inobatga olishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ushbu masala yuzasidan savollar bo'lsa takrorlasa marhamat. Bu doimiy mana savol bor. Mana kamera tushunarli, kamera olishimiz kerak. Xotinlar qadrlash kunini qo'shmadingmi? O'rtashalik 159 million. Uni o'tkazib bo'ldik. Gayib pulini berishimiz kerak, to'g'rimi? Madaniyat markazi Zarkentda nima berish kerak bu? Qanaqa? Bu Interesse jihozdan olinmagan unitga pullar ular boshqa joydan olib kelingan. Bo'ldi, hal bo'ldi dedi-yu rahbariylar. Ha? Nimaga 72 million, nimaga uchun 73 million emas, 50 million emas? O'sha stol ustunlar, shkaflar, kitob javonlari, o'shalar hammasi. Kim uni kontrol qiladi? Pulni kimga berasan? Madaniyat o'zi. Madaniyat xohlagan narsasini olaveradi. Bitta mikrofonni yaxshi ishlamaydigan madaniyatda bizada. Hisob kitobini qilib, o'zlaring olib, keyin balansga o'tkazib berish kerak. Olib keladi xohlagan narsasini keyin o'zlari. Buni madaniyatga balansiga berish degan narsadan men noroziman. Buni hokimiyat olsin-da, balansdan balansiga o'tkazib bersin byudjet tashkiloti. To'g'rimi? To'g'ri. Ha? Yo'q, bu qo'yilmagan hokimiyatga. Ko'ringlar. O'shanisini ko'rish kerak. 60 million so'm nima qizil hududda tugma bosish nima bu? tashvish emas. Uni kim to'lash kerak bu? Bizdagi qo'riqlash ham bo'yicha murojaat bo'ldi. Shunda uni aholi o'zi to'lamaydi, unday hokimiyat to'laydi. Bu ijtimoiy
Bo'lgan ijtimoiy muhtoj bo'lgan qatlamlarga. Agar ijtimoiy qatlamga alohida bo'layotgan bo'lsa, uni ijtimoiy o'zi puli bor-ku, o'shandan to'lasa nima berib palinlardan berish kerak? Kim o'rgandi? Berish mumkin. Qo'riqlash murojaat qilgan, yo berish mumkin bu pulni. Agar ijtimoiy infratuzilma jamg'armasidan mumkin bo'lsa, o'shandan bo'lmasa peripanendan emas, unga jo'natadi. Ko'ringlar-da, uni o'shandan u pulni bari boshqasiga ishlatib bo'lmaydi. To'g'ri. Agar haqiqatda o'sha kambag'al oilalarga ichida bir noqobillik bo'lsa, muammosi bor bo'lsa, unga shu tashib tugmasini qo'yib berish kerak bo'lsa, uni to'lab olib bo'ladigan bo'lsa, o'shani o'zidan puldan ishlating. Berib qo'ygandan emas. Ayollar daftariga kirgan 300 nafar xotin-qizni 50 million so'm qayerga boradi bular? Bular nimada prezident birinchi qarori qabul qilingan, har yili Bo'stonliqqa boradi. 150 nafar nimada mavsumda, 150 nafar ikkinchi mavsumda. Nima bu dam olib keladi? Ular o'sha Bo'stonliqda ayollar daftariga kirganligi psixologik xizmat ko'rsatish maqsadida og'ir toifadagi ayollar boriladi. O'tgan yili ham borganmiz. Avtobuslar xarajati uchun o'sha mablag' so'ralgan. Chunki o'tgan yil olib borganimizda avtobus xarajatini to'lab bera olmaganmiz. Oldindan yil boshidan buyon o'sha xarajatlarni so'ralganda biz taklifini berganmiz qarorga asosan. Bu necha kunga? 3 kunga boradi. Avtobus bir marta olib tashiydi. Olib tashiydi 150 ta odamni 3 kundan keyin olib keladi. Keyingi martasiga 150 ta odam olib boradi-da, 3 kundan keyin olib keladi. Bizlar otishga va qotishga qancha pul to'ladi, nechta bolaga to'ladi? 45 million bo'ladi. Nechta? Mana bu qimmat 50 million yozasizlar bo'lsa. Kim hisob kitob qildi? Avtobus xarajatlari bo'yicha o'tgan yil vatanparvar bilan nima qilib, pul muammo bo'lganligi uchun mashinasi naqd chiqizib bergan. Ular bir marta xarajatini bitta avtobusini 10 millionga ham baholagan. Bu vatanparvar bilan qilingan Bitta narsada men tushunmayotgan narsam, hamma narsani pulini berish kerak emas. Nimaga 50 million, nimaga 40 million emas? Nimaga 60 million emas degan savol borda. 1200 ta bolani 45 millionga biza bir hafta olib bortirdik-da. Bu hozir 50 million kim qo'yib berdi sizga? 300 ta ayol olib kelish. Kim qo'yib beryapti? Vatanparvarga biza nima? Vatanparvar og'ziga siqqanni qilaveradi, emchijiku, unga farqi yo'q unga. Shuning uchun bu yerda o'tirgan deputat bor, shuning uchun ham moliyatchi bor, shuning uchun transport yo'nalishiga qaraydigan zam bor. Gaplash. Men shu paytgacha bu mashina avtobusni pulga olgan emasman, u ishlagan yurgan paytimda. Tekinga olganman hatto. Bir marta ayollar olib borib kelishga ham 50 million to'laversa, topgan pulimizni faqat mashinaga narsaman yo'q qilamiz-da. Uni o'rniga bir 500 metr bir joy suvni qilib beraylik, arig'ini qilib beraylik. To'g'ri? Mana shu yig'ilsa shu pul yig'iladi. Yo'q bo'lmasa bitta mahallani Mirzo Ulug'bek tumaniga o'xshab xavfsiz shaharga aylantiraylik bir joyga. Hamma narsa 300 million, 200 million bo'lib ketaversa. Mayli, sessiyaga kirgizibsizlar, men qarshiligim yo'q, lekin buni pul to'lashdan oldin yana bir ko'rishimiz kerak. O'tiring. Kalkulyatsiyasi bo'ladi-ku, misol uchun kilometrga avtobuslar. Faqat shunaqa. Kalkulyatsiyasiga qarab olish kerak. Kilometrda rasxod olinadi, kalkulyatsiya qilinadi. Mana san'at xodimlar kuni uchun 50 million so'm yozdilar. Yo'q. Madaniyat xodimlarini men tekshiryapman. Soat 5:30 da hech kim qolmaydi ish qilishga. Davlatda oyligini 6 gacha oladimi, o'tirsin joyida qilsin ishini. Na bir to'garagi bor, na bir boshqasi. Viloyat hokimi kelib tadbir o'tkazsa, mikrofonni yarim gapirmaydi. O'zi aql topganimiz deydi, chunqoqqa yetmadi faqat. Bu shaxsiy apparatda. Bir marta shaxsiysini foydalansa foydalanadi, davlatnikidan ham to'ylarga borib foydalanayotgan xabarim bor, men nimadir apparatlar. Ular hokimi kelib tadbir o'tkazsa, mikrofon ishlamasa. Tan shaxsiy deb menga adaljiy qilsa. Ben qolgan masalaga men yo'q. E'tirozim yo'q. Kompyuter o'zi olib berish kerak, masala yo'q. Kompyuter bormi? Kompyuter olish bormi? Ham bor.
o'tiringlar. Hurmatli deputatlar, boshqa savollar bormi? Bitta qo'shimcha bor. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli hokimimiz. Bitta narsa qo'shimcha deganim, mana to'g'ri aytdingiz, men kezi kelganda shuni qo'llab shuni. Shu oldingi doimiy komissiya yig'ilishida ham mana Shuhrat doimiy komissiya raisi byudjet bo'yicha o'shani bunaqaga MCHKni qanaqadir mablag'ga o'tkazmaslik to'g'risida biz qaror qildik o'shanda. Qanaqa o'tib ketdi sessiyada bu yoqni qaytardik. Daryoda. Qaytardik. Men aytdim, shuni siz misol uchun aytyaptim-da. MCHK emas, o'zimiz olaylik-da, mahallaga beraylik yo'q. Mahallani nomiga olib beraylik. Ben kezi kelgan bitta narsani aytib o'tmoqchiman mana kengash raisiga. Mana hozir nechta 23